Yaxshi kunlarga o'g'lim kuyov, qizim kelin bo'lsin, nevara chevara evaralarni baxti kamolini ko'raydigan yaxshi niyatlar bilan barchalaringizni topgan tutganlaringiz mana shunday yaxshi kunlarga, to'ylarga buyursin deymiz. Bugun albatta fayzli oqshomimizda mana shu kechamizni kelin kuyovlari malika va shahzodalari bo'lgan kuyovtira Alisherbekka, kelinchakimiz Gulmiraxonga Allohdan baxt tilagan, oltindan taxt tilagan umr yo'llari uzun, rizq nasibalari butun bo'lsin nevaralarimni degan Otaboy akamizni, albatta o'g'iljon opalarimizni duolari mustajab bo'lib turgan kun muborak bo'lsin deymiz. Mana shu tabrik so'zlarini ochishdan oldin avvalambor hurmat ila mahalla fuqarolar yig'ini raisi a'zosi Ikrom og'amiz Sapayevni davramizga taklif qilamiz. O'zining bir yaxshi niyatlari bilan, tabrik so'zlari bilan to'y dasturxonimizni ochib beradilar. Sizga ham bu to'y muborak bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli eldoshlar, aziz mehmonlar. Mana bugun biz shu Abdukarim Uqloq xonadonida ota-oyamlar, Shuhrat otamlar xonadonida bir yaxshi kun. Ota-oya sizlarga uch to'y bilan chin yurakdan tabriklayman. Shuhrat ota. Shu qo'shilayotgan 2 yosh o'zlaridan ko'paysin. İsteyençe farzandlari bo'lsin. Yoq topa sizlardan chin yurakdan uch to'y bilan chin yurakdan tabriklayman. Qolaversa aziz mehmonlar, bugun Husaynov boshliq bir guruh san'atkorlar xizmatingizda bo'ladi. O'tirib, eshitib, bir orom olib ketasizlar degan umiddaman. Zulayxabga to'yimizni ochiq deb e'lon qilaman. Sizga tartibli ravishda olib borishni sizga topshiraman. Siz ham oilangizga baxt, o'zingizga ishlaringizga rivoj tilayman. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Sizning ham xonadoningiz to'yxona murodxona bo'lsin. Ham qishloqlar, eldoshlar, ajoyib insonlar bilan faqatgina to'y davrasida diydor nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Albatta bugungi yaxshi niyatlar yaratganimiz oldinda ijobat bo'ladi. Bu chillaxonada kimki nainki murod, umid qilgan bo'lsa, umidlarini, murodlarini yaratgan Parvardigorimiz mustajab qilsin. Azizlar, bugungi to'ylar barchalaringizga muborak bo'lsin deymiz. Mana endi fayzli oqshomimizni kelin kuyovlariga albatta yaxshi niyatlar, duolar qilib qo'yamiz. Ikki qalbda jo'sh uradi sevgi tug'yoni. Kelin kuyov baxtiyordir, yo'qdir armoni. Aziz do'stlar, to'yimizning bo'psiz mehmoni. Yaxshi niyat, yaxshi istak, o'ylar muborak, chin ko'ngildan deymiz bugun. To'ylar muborak, bugun sizga tutsa arzir, baxtdan guldasta. Kelin kuyov ko'ngli bo'ldi bugun payvasta, qadam bosib gul-gul yonib keldilar asta. Yaxshi niyat, yaxshi istak, o'ylar muborak, chin ko'ngildan deymiz bugun. To'ylar muborak, bugun Alisherbek Gulmiraxonlarga baxt koshonalaringiz muborak bo'lsin. Baxt koshonalaringizni darvozasi islomdan, devorlari iymondan, ustunlari zakotdan, oynalari ro'zadan, zinalari namozdan, taxti ravoningizni o'zi esa muborak haju hayitimizning savobidan yasatilgan bo'lsin. Iloha ilohasini baxtingizdan sevinib, taxtingizga suyanajak bo'lib turgan ota-yu onangiz, qaynona-yu qaynotalaringiz oyog'i ostiga jannat ko'chib kelib poyda tursinlar. Sizni boshlaringiz yerga tekkuncha ta'zimlada bo'lib, xizmatlaringiz buyursin deymiz. Charaqlasin baxtingiz, mahkam bo'lsin ahdingiz. Birga qo'sha qaringlar, buzilmasin taxtingiz. Sohibi xiramonlar, to'ylaringiz muborak. Bu to'ylarga yarashib turgan kelin kuyovlar Alisher Gulmiraxonlarga bo'ylaringiz muborak bo'lsin deymiz. Alisher, yoringizga taqing ko'zmunchoq, ko'z tegmasin illoh to'lin oydek yuziga, chiroyiga. Gulmiraxon, siz ham sevgingizdan bo'lingiz ogoh, ko'z tegmasin illoh baxtingizga, taxtingizga. Baxtli, taxtli bo'linglar. Sizlarga yaratgan Parvardigorimiz baxt ato qilsin. Har ikki yeringizdagi farishta baxt tilab turgan bo'lsin. Iloha yaratgan Parvardigorimiz sizlarga solih soliha farzandlar ato qilsin deb yaratganimizdan so'rab qolamiz. Azizlar, barchalaringizga to'ylar, mana shu yoshlarimizga baxt visol oqshomi muborak bo'lsin deymiz. Kelinchakimizga bugungi kelinchaklik libosing muborak bo'lsin. Tashlayotgan qadamingdan chechaklar unsin. Borayotgan kelgan xonadoning ham nurlarga to'lsin. Yulduzingga Gulmiraxon yarashib ketsin. Bu ikkala yoshga
biri oy, biri quyosh bularga yaratgan Parvardigorimizni bugun albatta baxt ato qilgan kuni. Umr yo'llari uzun bo'lsin, rizq nasibalari butun bo'lsin deymiz. Azizlar, shu to'yimizga lutfan taklif qilingan mana elimizda, tumanlarimizda, viloyatlarimizda o'zini ajoyib asl tiniq ovozlari bilan tanlib keltirgan bugun Farhodjon Husaynov bir guruh san'atkorlarimiz bilan ajoyib bu yerda oliy toifali muzikantlarimiz bilan shu to'yimizga tashrif buyurgan. Farhodjon, umringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringizni, elni baxtini hamisha sog'-omon yurib mana shu to'ylarda iloho boshingiz omon bo'lib xizmatda turish nasib ro'za aylasin. Bugun bir ajoyib san'atkorlarimiz, muzikantlarimiz yana G'ijjak navosida Jaloliddin Urganchdan kelgan albatta ulug' san'atkorlarimiz bilan ham nafas bo'lib birga inson. Umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha bizlarni Qo'shko'pir tumanimizda to'y deb xatlab xizmatda turish nasib qilsin. Mana taftada doirada Hasanboy bu ukamiz ham ajoyib insonlar bilan ham nafas bo'lib turibdi. Ulug' insonlarimiz bilan, san'atkorlarimiz bilan xizmatda yurgan insonlardan sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hamdambek, xush kelibsizlar, qadamlaringizga hasanat. Navbatimizni san'atkorlarimizning dilrabo kuy qo'shiqlarga berishdan oldin yoshlarimizni kattalarimiz tomonidan o'tirishga ijozat qilamiz. Bugun studiyada siz va bizni tarixga muhrlovchi Humo studiyasi. Boshlovchi Sadulla, umringiz uzoq bo'lsin, boshingiz omon bo'lsin, parvozingiz bundan da baland bo'lsin. Marhamat azizlar, barchalaringizga yaxshi kayfiyat tilagan holda navbatimizda san'atkorlarimizning dilrabo kuy qo'shiqlarini beramiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Men ham shu fursatdan foydalanib mana shu 2 yoshni tabriklayman. Yulduz yarashib qo'sha qarisin, baxtli bo'lsinlar. Endi shu yerda elimizdan bu qatag'an yilati bir san'atsevar xalq desam maqtashmayman. Mana yine ko'rgan yerlarda aytadilar Farhata, abi şu to'yni boshidan bir sevgi ham bo'lsin. Sevgaqni eshitmaganimiz ham biroz vaqt bo'ldi. Kimi qarasa salom assalom, salom Xorazmdan degan ashulalar bo'ladi, bir sevgaqni eshitali deb talab tushib turibdi. Shu bir Hazrati dam olib o'tiraverasizlar, men shu sevgaqni bilar bilmas aytib beraman. Marhamat. Gözümge al şümbür yahir bana yüzümde kanal sebene tamgın şabi kalavya tuz irkim qarağda bağray asiring men yavrmay örtegen yüzü halındı bilmesen
güman Çüşlere Esirin ben yar Bilmem köyünde ağlarım diye Ya kibrileri etken ağların eylepsen Erdem köyül hala ki gözüm dinem Olmadı Bilgeyim bırakayım yavru ayrılır şovu Başatayı bize yaşatı
ölse can bir ay. Ay, ay, baksana buldu surati havlu nigara asiring men nigara Ay canım ay yavrum. Gönül verme dünyasına malına, gönül verme dünyasına malına, aşna bulma dünya degen zalime. İşanmağın lezzetine bağlına, belini bir külü taşla gidersen, kara gözlerini yaşla bitersen, belini bir külü taşla bitersen, kara gözlerini yaşla bitersen. Mal dünya deyip tuğuşkandan geçersen, mal dünya deyip tuğuşkandan geçersen, özüm ben deyip semen atlar binersen, bu dünya amanet bir gün bilersen,